Assalomu alaykum. Bugun taxtlar o'yinida vaqt jihatidan tarixiy hisoblangan va Ajdarlar raqsi nomi bilan mashhur bo'lgan, ajdarholarning qirilib ketishiga asosiy sababchi voqealardan bo'lgan Ajdar xonadoni serialini tahlil qilishga harakat qilaman. Ko'p cho'zmayman, boshlaylik bo'lmasa. Boshlashdan oldin kichkinagina eslatma, Telegram kanaliga o'tib o'tsanglar, o'sha yerda taxtlar o'yini, Ajdar xonadoni va boshqa kinolarning muhokamalarini qilamiz. Rahmat. Serialning eng katta va intellektual yutuqlaridan biri u inson tabiati va axloqiy inqirozlarni tahlil qilib, shuni yoritib berishga harakat qiladi. Ajdar xonadoni nafaqat qahramonlarning harakatlarini, balki ularni nima uchun aynan shunaqa qarorga kelishini, sabablarini o'rganadi. Ya'ni farq etib kimdir yomon, kimdir yaxshiga ajratilmaydi. Ya'ni har bitta personajning o'zini motivlari avval ko'rsatiladi. Undan keyin siz o'shani sabablarini ko'rganingizdan keyin nima uchun bu bunaqa holatga kelganini tushunib olsangiz bo'ladi. Ajdar xonadonidagi eng halokatli urush mutlaqo yovuzlar yaxshilarga qarshi urushi bilan emas, balki qahramonlarning o'z qilmishlarini qandaydir yuksak maqsadlar, an'analar, sadoqat yoki oilaviy burch bilan hasboshlashi natijasida kelib chiqadi. Har ikki tomon ham, qoralar ham, yashillar ham o'zlarini mutloq haq deb bilishadi. O'z xatti-harakatlarini to'g'ri va adolatli deb hisoblash ularni shafqatsiz qadamlarga undaydi. O'zlarini qahramon deb bilgan targaryalar oxir-oqibat o'z oilalarining qirilib ketishiga va Westeros tarix sahifalarida yomon qora dog' bilan qolishiga sabab bo'ladi. Qo'shimchasiga asardagi fantaziya elementlari, xususan ajdaholar va sehr jodu shunchaki qiziqarli detal emas, balki chuqur tematik ahamiyatga ega elementdir. Targaryenlar xonadonining butun Westeros ustidan mutlaq hukmronligi faqat va faqat ularning aynan mana shu ajdaholarga egaligi bilan izohlanishini juda ham yaxshi bilamiz. Serialda Rhaenyra Targaryen ham juda ham aniq qilib aytib o'tadi. Ajdaholarsiz biz boshqalar kabi oddiy insonlarmiz. Lekin muammo shundaki, ajdaholarning faqat targaryenlarda bo'lishini ham o'ziga yarasha plus-minuslari bor. Jumladan, ajdaholar ba'zida nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Bunga yorqin misol sifatida yosh Aemon Targaryen amalda qirg'inni niyat qilmagan bo'lsa ham, uni o'ta ulkan ajdahosi Vhagar o'zini yirtqichlik instinktlariga berilib, Rhaenyraning o'g'li Lucerys Velaryon va uni kichik ajdahosi Arraksni g'ajib tashlashini ko'rsak bo'ladi. Yoki yana bitta misol, ikkinchi fasldagi Rook's Rest, o'zbekchasiga qarg'a makoni jangi epizodini oladigan bo'lsak, aynan shu yerda ham ajdaholar nazoratdan chiqib ketishini ko'rsak bo'ladi. Aslida Crystal Cone'ning hiylasi yashillarga ustunlik berishi kerak edi, lekin urush maydoniga ajdaholarning kirib kelishi barcha mantiqiy rejalarni kulga aylantiradi. Aemonning ataylab qilingan Dracarys buyrug'i nafaqat raqib Rhaenysga, balki kutilmaganda jang maydonida paydo bo'lgan o'zini akasi qirol Aegon ikkinchiga ham jiddiy zarba beradi. Olovni akasi va uni ajdahosi Sandfire'ni kuydirishi orqali Aegonni qanaqa holatga kelib qolganini ko'rsak bo'ladi. Ushbu jangda jismoniy va ruhiy jihatdan sof g'olib yo'q edi. Ya'ni ajdaholar birdek raqibni yo'q qilish bilan birgalikda yashillarning o'z odamlarini ham talofat ko'rishiga sabab bo'ladi. Endi mana shu katta tartibsizliklarning sababchilaridan bo'lgan Alicent Hightower va Rhaenyra Targaryen haqida gaplashadigan bo'lsak, serialning ilk qismlarini ko'rar ekanmiz, Rhaenyra va Alicent juda ham qalin, beg'ubor do'st bo'lganini bilamiz. Ushbu ilk qismlardagi voqealar tomoshabinga ularning keyinchalik nima sababdan bir-biriga murosasiz dushmanga aylanishini, oradagi rishtalarning yemirilishi qanaqa fojiali oqibatlarga olib kelishini chuqur his qilishga yordam beradi. Kelinglar shu ikkita personajga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Alicent Hightowerdan boshlaylik. Alicent Hightower itoatkorlik qurboni. U tizim qoidalariga so'zsiz bo'ysunishni, an'anaviy ayollik rollarini o'ynashni va itoatkorlikni tanlaydi. Dastlab romantik ideallarga ishongan yosh qiz tez orada otasi Otto Hightowerning ambitsiyalari uchun shunchaki piyodaga aylanadi. Uni yosh katta Viserysga turmushga chiqishini o'zini xohishi bilan emas, tabiiyki, aksincha otasini o'sha buyruqlariga so'zsiz itoatkorlik harakati sifatida ko'rsak bo'ladi. Alicent itoatkorlik evaziga jamiyatdan hurmat, xavfsizlik va axloqiy ustunlik kutadi. Lekin uni bu yo'li uni asabiy, doimiy stress ostida yashovchi va qafasga tushib qolgan inson darajasiga aylantirib qo'yadi. Uni keyingi davrlardagi shafqatsiz va manipulyativ qadamlari sof yovuzlik emas, balki aynan shu siqilgan qafasdan qutulish, o'zi ishongan tizim unga kutgan xavfsizlikni bermaganligini anglash va o'z farzandlarini yaqinlashib kelayotgan xavfdan himoya qilish uchun yuzaga kelgan umidsizlik mahsuli desa bo'ladi. Rhaenyra Targaryen esa aksincha an'anaviy kutishlarni va ayollarga yuklatilgan rollarni rad etuvchi personaj. U ko'proq erkaklarga xos erkinlikni va jangovarlikni xohlaydi. Lekin u ham istamagan holda Ajdar xonadonidagi o'yinni markaziga tortiladi va taxt vorisi etib tayinlanadi. Unga vorislik maqomi berilgan bo'lsa-da, Westeros baribir uni ayol bo'lgani uchungina to'laqonli hukmdor sifatida qabul qilmasdi. U har doim o'zini layoqatini isbotlashga majbur edi. Yana bir serialdagi muhim elementlardan bittasi bu Rhaenyra ham, Alicent ham
har qanaqa holatda ham qon to'kilishini xohlashmagan. Ular doim tinchlik tomonda bo'lishgan desam adashmagan bo'laman menimcha. Ularning atrofidagilar bo'lsa, masalan, Ser Kristen Cole, Aemond va Daemon Targaryenlar muammoni faqat zo'ravonlik, urush va hukmronlik orqali yechish tarafdori bo'lishadi. Ser Alfred Brum Rhaenyraga qarab ochiqchasiga xalq erkak kishidan kuch qidiradi, hozirgi vaziyat qirolni talab qiladi deb uni vakolatini shubha ostiga oladi. O'z nufuzini saqlab qolish uchun Rhaenyra xalqqa va lordlarga yumshoq ona sifatida emas, balki qattiqqo'l, qalqon va qilich tutgan jangchi sifatida ko'rinishga majbur edi. Endi aynan mana shu serialda eng katta tushunmovchilikni va tartibsizliklarni o'sha boshlang'ich fazasini boshlab bergan odam Viserys Targaryen haqida gaplashsak. Viserys aslida yomon odam emas. U tinchliksevar, oilasini sevuvchi va ziddiyatlarni yumshatishga urinuvchi, shuningdek qon to'kilishini yomon ko'radigan qirol edi. Lekin uni fojiasi shundaki, u barchani rozi qilishga urinib, qat'iyatsizlik ko'rsatadi. Uni kasalligi kuchaygani sari qirollikni bo'linishi ham tezlashib boradi. Temir taxtga o'tirgan, lekin hatto o'z tanasini va o'z xotini bilan qizini do'stligini saqlab qolishga ojiz bo'lgan qirolni bu ko'rinishi asarga Jorj Martin aytganidek fojiali ulug'vorlik bag'ishlaydi. Bu qisqacha Viserys haqida edi. Endi kelaylik serialning asosiy syujeti bo'lgan ikkita jamoa, qoralar va yashillar jamoasi ham bo'ladi. Shularni o'zlarining motivlarini, ya'ni ularni qanaqa argumentlari bor edi taxtga da'vogarlik qilish uchun. Aynan mana shularni o'rganib chiqadigan bo'lsak. Yashillardan boshlaymiz. Ularning birinchi argumenti 101-yildagi Buyuk kengashda qirol Jaehaerys I o'zini vorisi masalasida yuzaga kelgan tarqoqlikni hal qilish uchun Westerosning barcha lordlarini kengashga chaqiradi. Kengash yakunlariga ko'ra, lordlarning ko'pchiligi ayol kishining taxtga o'tirishini bekor qiladi va vorislikni erkak avlodiga o'tkazadi. Ushbu kengashdan keyingi xulosaga ko'ra, taxt hech qachon ayolga yoki uning erkak avlodiga o'tishi mumkin emasdi. Bu qarash bo'yicha Aegon II taxtga munosib nomzod bo'lishi kerak. Endi yashillarning ikkinchi argumenti. Bu asosan andallarga borib taqaladigan argument. Unga ko'ra, Targaryenlar fath qilishidan oldin va keyin ham Westerosning ko'p qismida, Dornedan tashqari albatta, yashab kelgan aholi andal qonunlariga va normalariga bo'ysunadi. Andal qonunlariga ko'ra, merosxo'rlik har doim to'ng'ich o'g'ilga o'tishi kerak va majburiydir. Yashillar keltirgan uchinchi argument esa bu Rhaenyrani birinchi turmushidan bo'lgan 3 ta farzandini asliyatiga borib taqaladi. Ular rasman Laenor Velaryonning farzandlari deb hisoblansa-da, ularning ochiqchasiga Ser Harwin Strongning farzandlari ekani hammaga ma'lum. Ya'ni umumiy argumentning maqsadi bastard farzandlar keyinchalik temir taxtga o'tirsa, Westerosda tartibsizlik yana kelib chiqishi mumkin. Ya'ni shu argumentlar orqali yashillar Rhaenyraning o'rniga aynan Aegonni temir taxtga munosib nomzod sifatida ko'rishgan. Va bu qisqacha yashillarni o'sha qoralarga nisbatan keltirgan argumentlari edi. Endi qoralarni ham bir eshitib ko'raylikchi, ularning argumentlari qanaqa? Ularning birinchi argumentiga ko'ra, qirolning irodasi oliy qonundir. Barchaga ma'lumki, Targaryenlar saltanati ajdaholar va olov kuchi bilan birlashtirilgan. Yozuvchi Jorj Martinning o'zi ham Targaryen qirollarini temir taxtga o'z vorisini istalgancha nomlash bo'yicha mutlaq huquqiy vakolatlarga ega ekanligini tasdiqlagan. Demak, 101-yilgi Buyuk kengash doimiy qonun chiqaruvchi bo'lmagan. Bundan kelib chiqadiki, serialni ko'rarkanmiz, aynan qirol Viserys o'zini qizi Rhaenyrani aynan Aegon tug'ilishidan oldin voris etib tayinlagan va o'zini fikrini toki o'limigacha o'zgartirmagan. Qoralar keltirgan ikkinchi argumentga ko'ra, Westerosda vorislik an'analarini chetga surib qo'yish amaliyoti bu birinchi marta bo'layotgan hodisa emas. Qirol Jaehaerys I o'zini Rhaenysning merosga huquqini rad etib, an'analarga qarshi o'laroq uni amakisi Balonni voris etib tayinlagan. Bu dalil shuni isbotlaydiki, Targaryenlar mahalliy andal an'analariga bog'lanib qolmagan. Agar bunga asoslanadigan bo'lsak, tabiiyki Rhaenyra temir taxtga munosib nomzod bo'lib chiqadi. Qoralar keltirgan uchinchi argument bo'lsa, Aegon II hech qachon temir taxtga munosib nomzod bo'lmagan degan qarashdan kelib chiqadi. U axloqan tubanlashgan, irodasiz va tajribasiz shaxs sifatida gavdalantirilgan. Uni temir taxtga chiqarish aslida Otto Hightower boshchiligidagi yashil maslahatchilarning rejasi degan qarash orqali qoralar Rhaenyraning munosib nomzodligini ta'kidlashadi. Xo'p, ikkita tomondan ham 3 tadan argument eshitdik. Xo'p, endi savol, siz qaysi tomondasiz? Yashillar jamoasidami yoki qoralar jamoasidami? Ularni qaysi birini o'sha keltirgan argumentlari siz uchun to'g'ri? To'g'ri bo'lishadi emas, siz umuman qaysi tomonni tanlaysiz? Albatta kommentda fikrlarni yozib ketinglar. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetadi. Baxtiyorga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.